Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Biz Xatirchi bo'ylab sayohatimizni davom ettiryapmiz. Bu galgi tashrif joyimiz, agar xabaringiz bo'lsa, o'sha viloyat hokimi Nurmat Tursunov Nurota tumanining Chuya qishlog'iga borganlarida Farg'onaning Perivalida, Vodiy Perival deyishadi. Shu yerda xatirchida tayyorlanayotgan qurutlar sotilishi haqida gapirgan edilar. Echkim suti bilan sigir sutida farqi bormi? So'ra otingdan, Bo'stonliqdagi qurt yarmi Navoiy Xatirchidan boradi. Xatirchidan borar ekan, men ham bilmasdim o'zim. Qurtchilardan borib Xatirchida qurtchi ko'chalar bor, mahalla bor. Qurt qiladigan. Xatirchida. Yo, bizga Xatirchiniki toza uni. Bo'lmasa yoqqa olib ketmaydi hech qachon. Istixonligida bor. Yoqqa hech qachon olib ketmaydi bo'lmasa. Men ulardan so'rayapman. Qancha sotasizlar shuncha qurt? Bo'stonliqdan olib ketadi. Vodiyga ketyapti Xatirchida. Biz bugun mana shu xonadonga tashrif buyurdik. Demak, Vodiy Perivalda sotilayotgan va siz sevib iste'mol qilayotgan qurutlar qanday tayyorlanadi? Hozir jarayonlar bilan tanishamiz. Assalomu alaykum. Qurutlarning ta'rifini eshitib, ko'rib, endi avval ko'rib ketgandim. Bugun aniqroq bir ma'lumotlar berish uchun keldik. Yaxshimisiz? Tinchmisiz? Demak, bu yerda qurt biznesi. Necha yildan beri shug'ullanasiz? 15 yil. 10-15 yildan beri? Ha, 10-15 yildan beri ko'paytirib qilayotgan bo'ldik. Oldin kamroq qilaydik, endi ko'paytirdik. Kamroq degani qancha, ko'p bo'lgani qancha? Kamrog'i 400 kilo, 300 kilo olib kelaydik, 500 kilogacha. Endi hozir 2 tonnagacha chakka olib kelamiz bozordan. Olib kelamiz, tuzlab bostiramiz. Keyin qotgandan keyin qurtni qilishni boshlaymiz. Hozir apparatda qilamiz. 4-5 ta qizlarga qildiramiz. G'ijim, to'rtburchak shaklli qurtiladi. Har xil shaklda chiqazasiz-da? Har xil shaklda buyurtma qilamiz. Buni 10-15 yil ilgari bu biznesni boshlashingizga sabab nima bo'lgan? Sabab o'zi yoshligimdan shu chorva bilan shug'ullanib kelganman. Sog'imchoq ishlaganman. Shundan boshlanganda qiziqishim. O'ylab yurgansiz, sut o'zini sotgandan ko'ra qurut qilib sotsam ko'proq foyda degansiz. Shunday. Shunaqa o'ylagansiz. Tadbirkorlik. Hozir qancha qurut? Hozir bir haftada chiqazasizmi? Bir kunda chiqazasizmi? Qancha chiqazasiz? Mana bir haftada mobayniga shu 1 tonna qurt chiqaramizda. Bir hafta 1 tonna. Bir haftada 1 tonna chiqaramiz. Qancha kunda tayyor bo'ladi? Mana hozir siz bu oxirgi bosqichda turibmisiz? Oxirgi bosqichi. Qurish bosqichi. Bular hozirgi kunda, hozir kecha kunduzda 2 kun, juda oshsa 3 kunga boradi. Yozda kunlari 1 kun, 1,5 kunda quriydi. Quriydi. Bu Vodiy Perivalni qachon zabt qilgansiz? Qachondan boshlab bu yoqqa mahsulot o'tkazib boshlagansiz? 5-6 yillar bo'ldi yoqqa o'tkazganimizga. Ular sizlarni topib keldimi? Sizlar ularni topib bordinglarmi? Ular topib keldi bizlarga. Ular? Ha, o'zlari keladi, boshqalar ham keladi. Qurtqa beringizlar bizga. Masalan, 1 tonna deydi, ko'proq deydi. Shu sharoitga qarab olamiz. Masalan, qilib bera olsak aytamiz, bo'lmasa shu o'zimiz klientlar yetadi deb aytamiz. Buni kengaytirish iloji yo'qmi bu biznesni? Endi bundan ham kengaytirishni bilmasam, endi iloji shuda endi yaxshi. Yuragingizda olib bermayaptim. Necha kishi qilasizlar? Oilaviy biznesmi? Biz oilaviy qilamiz, oilaviy. Ishchi olamiz, bunday zaruratda 4-5 ta qizchalar keladi. Shular olamiz. O'sha joyiga borib bir ko'rsak bo'ladimi? Degani g'ijim dedingiz, to'rtburchak dedingiz, ularni bir ko'rsating. Avval qayerga o'tkazardingiz? Vodiy Perivaldan avval. Oldin Toshkentga o'tkazaydik. Bozor, o'zimiz bozorlagan. O'zimiz bozorlarga sotamiz, hozir ham sotamiz. Uchquda zarafshonlarga o'tkazamiz. Mana shaklli qurtlarimiz. Bu ha? Mana shu g'ijim. Buni ham o'zini muxlisi bor-da? Bor, buni. O'zini muxlislari bor, aytadi. Bu inson qo'li bilan qilinadi, to'g'rimi? Inson qo'li bilan qilinadi. Mana shu texnikada bajariladi. Mana shunday qilib tayyorlangandan keyin bunday qilib g'ijimlaydi. Ana shunday, bunday osongina qiynalmay qiladi. To'rtburchak qurtlar tayyorlaydi. To'rtburchagidan hozir aytdim. Hozir yo'q-a? Hozir yo'q. Mana shu aytgani shularda. Demak, ular buyurtma beradi. G'ijimidan bering, to'rtburchagidan. Buyurtma beradi. Shu buyurtmaga necha kilo desa, o'shani qilamizda. Qarang, qalampirlik qilasizmi? Qalampirlik qilamiz. Rayhonlik, rayhonlik ham qilinadi. Buyurtmaga qarab. Buyurtmaga qarab qilinadi-da. Ozgina jarayonlar bilan tanishtirasizmi?
chunki kuzatuvchilarga ham qiziq bo'lsa kerak. Vodiy Perivaldan biz o'ylaymiz, Farg'onadan olib kelgan qurutlar deb o'ylardik-da. O'zimizdan chiqadigan Xatirchini markazida qilinayotgan qurutlar Vodiy Perivalda. Jarayonlarni ozgina sirini oching. Nimalar solasiz, qanaqa tayyorlanadi, ko'rsak bo'ladimi? Yuringizlar mana keyin. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshisizmi? Buni ham avtomatizatsiya. Bundan tayyorlanib chiqadi, hozir. Tayyorlanadi. Yetkazib kerak ekan-da. Yetkazib kerak, bunga ham ichish kerak-da. Qarab turishga. Qilolmaydi. Oila a'zolaringiz bilan o'zingiz qilasizmi? Oila a'zolarimiz o'zimiz qilamiz. Bunga ham ikkita ichish kerak-da, baribir o'zimiz ishlab turamiz. Qarab turmasa bo'lmaydi. Bu yerda bu jarayon ketyapti. Bu yerda bundoq qiladi, zuvala qiladi. Bu yerda ketyapti. Tayyorlab beradi. Necha gram bu? Necha gram? 15 gram. 15 gram chiqadi. Ana ichiga nima solasiz? Bir ko'rsatasizmi? Ichiga chak solinadi. Faqat chakkini o'zi tuz bilan, ha? Tuz bilan aralash qilinadi. Chakkini o'zi solinadi, uni qarasini aylab turiladi. Bu avtomatizatsiyalashtirganimizdan keyin samaradorlik ko'paymadimi? Masalan, tonnasi ko'payishi mumkin yoki dam olish kunlari ko'paydimi? Dam olishlar ham bo'ladi, lekin tonnasi ko'paydi. Tonnasi? Ko'paydi. Odam qo'lidan ko'ra bu yaxshi, texnika yaxshi-da, baribir. Sifat yaxshi bo'ladi. Sifat yaxshi bo'ladi, birinchidan. Yana qayerlardan bor mijozlar? Vodiy Perivaldan boshqa yana qayerdan olish mumkin bu Xatirchini qurutlarini? Zarafshonga ham beramiz. Zarafshon, Qo'chaqda ham beramiz, Zarafshon. Toshkentga beramiz, Toshkentga. Bu hozir yumshoq, ha? Bu yumshoq. Shunday bo'ylab qo'shga keladi, qo'shga. Bo'ldi. Yumshoq. Buni yog'lilik darajasi qanaqa endi? Yog'lilik darajasi yaxshi. Yog'lilikdan qilasizmi? Yog'li. Ana bir xilla un qo'shadi deydi, unaqa narsalar qo'shmaysizlar. Shu uchun xaridori ko'p, to'g'rimi? Qancha chakkiga qancha tuz qo'shiladi? 100 kilo chakkiga 5 kilo qo'shsa normal shirin chiqadi-da. Undan ko'p qo'shsangiz sho'rva chiqadi. Unga ham buyurtma qilsa sho'rva qilinglar deb unga ham sho'rva qilamiz. Xatirchiliklarga ham sotasizlarmi? Bo'zchi belboqqa yolchimaydi degan gap bor-ku, o'zimiznikilar yetishgan bo'lsa. Sotasizmi? Xatirchiga ham sotiladi. Navoiy bozorlariga ham topsa bo'ladimi? Bular lekin Navoiyga sotmaymiz-da. Ana, buni qanday tushunish mumkin? Navoiy bozorida yo'q, Toshkentdan olib kelasizlar, yo'q Farg'ona Perivaldan, Vodiy Perivaldan. Endi Navoiydan joy qo'shib bo'ladi-da. Upakovka qilib nimaga sotmaysizlar dedilar. Brendga nimaga aylantirmaysizlar? Yo'q, to'g'ri. Upakovkaga hozir qilyapti. Toshkentda bir bozormizga o'qiladi-da. Bizga yuboramiz, o'qiladi, ko'proq chiqaryapti. Nomi nima brendda? Xatirchi qurutmi? Yo'q. Nom bo'lish kerak. Endi Toshkentda o'zlari nomini qo'yib chiqaradi-da. Bizga Xatirchini brendi kerak. Bizlar faqat tayyorlab beruvchi bu yerda. Endi unga ulgura olmaymiz hamda. Mana o'g'lingiz yosh ekan. Bunaqa narsalarni yaxshi tushunadi. Qilyapti-da o'zi. Qilyapti. Endi bir qarang endi qachon upakovkani o'zingiz qilib boshlaysiz? Qilasizmi bu mana shu yildami? Mana shu yil Xatirchi degan nom bilan bu qurutlar dunyoga tarqalishi kerak-da. Maqsad shu o'zi aslida. Ana o'g'lingiz rejalarida bor ekan. Nasib bo'lsa, xudo xolasa. Keyingi yildan boshlab, 2026-yildan boshlab brendga aylangan Xatirchi qurutlarini umid qilamiz Navoiy bozorlarida ham ko'rish. Nasib, xudo xolasa, nasib bo'lsa. Xatirchini qurutini Toshkentdan olib kelsak, qanday bo'ladi? Rejalar qanaqa endi? Mana avtomatlashtiribsizlar, bitta emas, ikkita qo'yib ko'paytirib. Mana ko'paytiryapmiz hozir ham. 2 tonna chakka olib, bozordan yig'ib, buni joylashtirib qilish juda oson ish emas. Demak, hamma tirikchilik shu qurutdan, to'g'rimi? Yaxshi.
Mayli. Rejasi. Bitta yesam bo'ladimi? Yaxshi qurtni. Ha, mana shu yaxshi qurtni qanday ajratsa bo'ladi? Mana ichidan bilsa bo'ladi, tekis kesiladi, qirqiladi meniki. Bo'lganda tekis sinadi meniki. Lifehack. Mana tekis sinadi. Shundan bilsa bo'ladi. Aha. Oq narsaga endi ko'p aytishadi-ku, bu ichiga un qo'shadi, boshqa qiladi deb. Shu masalalarga qanaqa qaraysiz? Endi bu narsaga qo'shmaslik kerak, imkon qadar toza qilish kerak. Bizaga buyurtmasi faqat toza qurtdan bo'ladi. Mayli, pulini 2000 qo'shsang ham faqat toza qurt qilib ber deb aytadi. Mana shu qurtni halol qilib non topaman. Ichiga hech narsa un ham qo'shmayman, hech narsa qo'shilmaydi, toza qilaman. Mana shu 15 yildan bag'iga mana shu halol non topib kelyapman. Odamlar baraka topsin, rahmat aytsin, yana kelsin qurtimizdan olgani. Bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarimiz shundan iborat. Biz Navoiydan ko'rsatyapmiz. Atirchi qurtlari. Vodiy Perivalda sotiladigan qurtlarning tayyorlanishi, uni tayyorlayotgan insonlar haqida sizga hikoya qilishga harakat qildik. Xayr, salomat bo'ling. Bizni kuzatishda davom eting.